Mana hozir poytaxtimizda joylashgan Eskijuva dehqon bozoriga tashrif buyurdik. U yerdagi narx-navoni o'rganamiz. Non nech pul? 2000 so'm. Narx oshmadi demak-a? Tushunmadim. Narx oshmadimi? Yo'q, narx oshmadi. O'sha narx 2000 so'm, 2000 so'm. Odamlar ko'proq olyaptimi yo o'sha? O'sha. Unaqa sezilmadi. Lekin ikkita oladigan odam 1 kilo olyapti. Lekin sizlarda bir hafta avval shu narxida o'zgartirmadilar. Kartoshkalar qanchadan? Kartoshkalar 3000 sotamiz. Oldin qancha sotyapdingiz? 3,5 oldim. Ta'sir qilmadi. Kecha bugun o'zgarmadi. Yo'q, o'zgarmaydi, nima o'zgaradi? Odamlar murojaat qilishayotganda ishonch telefoniga qiladi. Kartoshkalar narxi oshib ketdi. Yo'q, biz klientlarimiz 3000 dan chekanaga 3,5 sotamiz. Sizlar qatdan olasizlar o'zi? Qo'ylardan olib Qo'ylarda ham oshdimi, oshmadimi? Qo'ylarda bilmadim, hali olmadik, o'sha payt olganmiz. Halicha olmadik. Zapasinglar ko'p. Zapas ko'p qo'ydik, o'shamiz. Mayli, insofli bo'lib ishlayveraylik. Narxlarda oshirmaylik. Kechqurun damaslar ko'rinib to'lib ketgandi ko'chalarda. Nima bo'ldi? Sal vahima bo'ldi, o'tib ketdi. Yopiladi, bozor yopiladi degan gap chiqib ketdi. O'shandan keyin sal odamlar anaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bugun normal, ozgina ertalab anaqa bo'lyapti. Bitta kartochkamizga sal 2,5 minglik kartochkani olib keldik. O'shaning uchun bemalol hozir anaqa bo'lib qoldi. Hozir odamlar uspokоиться qildi. Ancha bosildi. Hozir nima narxi oshdi asosan? Bu narsa narxi oshdimi? Bunaqa o'zgarish bo'lmadi bizda narxda. Dushanba kuni odam shuncha bo'larmi? Mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. To есть o'zgarish oddiga qaraganda kam hozir bizda odam. Kam. Bozor yopilmaydi? Yo'q, bosilmayapti. Qanchadan bo'lyapti bular? 650. 3 kun avval qancha edi? Guruch olasizlarmi? 4,5 dan mana. 4,5 ming, 5,5 ming. Siz olasizmi guruch? Ha, mana 4,5. Narxi oshibdimi? Yo'q, oshmagan narxi. O'sha O'sha mana anchadan beri olaman mana. O'sha narxi. Oshmagan demak. Oshmagan narx. 44 ming, 10 ming. Oshdimi narxlar? Yo'q, o'sha narx. Makaronchi? Makaronlarimiz ham o'sha narx. Qancha makaron? 5,5 ming. Xohlasa yo'q, kelgan vaqtda ham tushuntirib olasiz. Men bu yerga kelib vahima qilmanglar. Xudo xolasa bozor ishlaydi. Hamma narsa normal bo'ladi. Tushuntirib o'tirmiz. Endigi manzilimiz Askiya dehqon bozori. Mana hurmatli fuqarolar, hozir hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda kartoshkaning narxi 5000 dan 8000 so'mgacha degan xabarlar tarqalyapti. Lekin bu yerda kartoshka 2,5 ming so'm, navbat ham yo'q. Kerak bo'lsa marhamat kelib olishingiz mumkin. 2,5 ming bu. O'tgan hafta ham 2,5 midi? Ha. Bu hafta ham shunday oldim, bu hafta ham shu. Yana nima kerak? Kartoshkalar qanchadan? 3 kilo 10 ming, 3,5 ming aka. Qaysi 3,5 ming? Hammasi 3,5 ming bo'ladi. 3 kilo 10 ming qilib. 3 kilo 10 mingga berasiz-a? Sizlar savdogarlarga bera olmaysizlarmi? Qancha shunga taqib qo'ydi, yoki bo'lmasa qoplab olishyapti, to'xtatib qo'ydi. Savdogarlarga buni xalqqa berish kerak. 10 ming kunda bosiladi, hammasi yaxshi ketadi. Xudo xolasa. Только зашла. Сахар сколько есть, столько есть. 5500. Zavoddagilar narx oshirmadimi? Hali yo'q. Gaplashib ko'rdingizmi o'zi? Endi bizda zaxiramizda bor. Aka, hali narx-navo o'zgargan. Zaxirangizda qanchaga yetadi misol uchun? Endi yetadi, hozircha hali yetadi. 1-2 haftaga yetadimi? Yetadi bemalol. Bozorda holat qanaqa? Mana o'zingizga fuqaro sifatida. O'zgarishsiz. Unchalik sezganim yo'q. Odam ko'paygan-ku, lekin unaqa muammo tug'dirilgani yo'q. Navbatlar ko'pmi? Kartoshka oshibdi 8000 deyishyapti. Siz qanchadan oldingiz kartoshkani? Kartoshkani 3 kilosi 10 mingdanmi shunaqa keldi. Нет, цены не поменялись. Не выросли? Нет. 26 было, 26 также Немножко осталось. купили, да? Ну, на 21 тысячу получилось, Все, да. спасибо. Вроде такие же цены. Цены такие же, да? Паники нет, ничего нет. У меня лично нет. Un Necha pul deyishyapti? 4,5. Oshganmi? Yo'q, нормальный. O'tgan hafta ham shunaqami? O'tgan hafta ham shunaqa edi. Bir xil ko'tarilmagan hali. Vahimalikka hech qanday o'rin yo'q. Narx-navo oshmaydi, oldin qanaqa sotayotgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa savdo bo'laveradi. Narx-navoga hech qanaqa aloqasi yo'q. Vahima qilmasa xalq. Hammasi joyida, xudo xolasa. 1 kilo kerak bo'lsa 1 kilo olsin, 2 kilo kerak bo'lsa 2 kilo olsin, muhtojiga, o'ziga qarab. Qoplab olishga hojat yo'q. 5 sorti 5,5 ming so'm. 5 ming qilib beramiz kelishtirib. Birinchi sorti 4,5 ming so'm. 4 mingdan qilib beramiz. Qachon oshirdingiz? O'sha eski narxda hammasini standartda kelishilgan narxda sotyapmiz. O'zingiz qayerdan olasiz? O'zimizmi? Firmalardan olib kelamiz. Firmada oshmadimi? Yo'q, hali firmalarda ham oshgani yo'q.
o'sha hammasi stabilni o'sha narxda ketdi. Qachon gaplashdingiz? Bugun, kecha? Kechqurun firmalar olib kelib berishdi bizga. Kecha oldingiz. Kecha Yangi oldik. narxda bu Eski narxda hammasini oldik. o'zgarmagan. Yo'q, hali o'zgargani yo'q. Kechki paytga chaqirtirdik, dastlabki qilib berishdi. Odamlar qanaqa ko'p bo'lyaptimi? Yo'q, hammasi stabilni ishi eski narxda o'sha olayotgan ro'zg'origa yarasha olyapti. Ertalabdan qanaqa bo'ldi? Ertalabda har kungidek salgina nima qilib olib turishdi klientlar. Rahmat. Oshirmaysizmi? Yo'q, el qatori hammasini stabil narxda, eski narxda sotamiz. Ko'p joylarda oshirishyapti-da, siz ham oshirib foyda qilyapsiz shunaqa payt. Yo'q, bo'ladi bizga. Oz bo'lsin, soz bo'lsin. Bo'ladi. Xudoga shukr, shag'i yetadi bizga. Shunaqa payt xalqqa yordam berish kerak. Xalqqa yordam berish kerak. Vaziyatdan chiqish. Boshqa shunaqa oshirib sotayotgan tadbirkorligi nima deysiz? Pul quvali degan. Maslahatimiz to'g'ri tushunsin, elli ham. Bu har kuni bunaqa narsa bo'layotgani yo'q. Bu bir shunaqa hodisa bo'lyapti. Hamma joyda shunaqa hodisa. Faqat bizda emas bu narsa. Foyda qilib turibmiz. Bo'ladi, xudoga shukr. Barcha vatandoshlarga eslatib o'tamiz, tinchlikni saqlang. Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi yetarli. Har bir savdo nuqtasida davlat soliq xizmati xodimlari narxlarni qat'iy kuzatib bormoqda. Agar siz zarur mahsulotlarning narxlarini sun'iy oshirilishiga guvoh bo'lsangiz, Davlat soliq qo'mitasining 71 kodi bilan 244 98 98 telefon raqamiga yoki kol markazning 1198 qisqa raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz.